Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar, barchalaringiz sog' omonmisiz? Mana alhamdulillah ulug' bayramlarimizdan Qurbon hayiti yaqinlashib kelmoqda. Alloh taolo bu bayramni barchalarimizga barakotli qilsin, muborakli qilsin. Musulmonning eng katta bayrami bu Qurbon hayiti. Demak, bu kunda o'ynab kulib, yaxshi dam olib, yaxshi kayfiyatda bo'lib va qarindosh urug'lar bilan aloqalarni tiklab, ular bilan bordi keldi qilishlik eng sunnatga muvofiq to'g'ri amal bo'ladi inshaalloh. Har bir o'sha muhim kunlar, muhim bir sanalar oldida albatta bir fitnali narsalar avj oladi. Bu narsa odatiy hol bo'lib qoldi. Masalan, Ramazon boshlanishida fitna qiladiganlar bor, shu bilan tirikchilik qiladiganlar bor. Bugun Ramazon emas, bugun ro'za emas deb. Yoki bo'lmasam asosan ko'proq bo'ladi bu holat. Hayit boshlansa, masalan Ramazon tugasa, bugun ro'za, ertaga hayit yoki bugun hayit degan mashnaqa qilib, hatto bugun ro'za bo'lishi mumkin deb ehtiyotan ro'za tutganlarni og'zini ochirish uchun bozorlarda, har joylarda suv ko'tarib yurganlar, xurmo ko'tarib yurganlarni ham eshitganmiz. Bu haqda bir ko'rsatuv ham bo'ldi, inshaalloh yaqinda chiqib qolsa kerak. Ko'rsatuvda ham aytildi batafsil. Bunaqa ishlar endi bir musulmonning ishi emas. Albatta fitna bu musulmonning ishi emas. Fitna qilgan odam aslida juda qattiq gunohkor bo'ladi. Dindan chiqib qolish xavfi ham bo'ladi. Shuning uchun bunaqangi fitnadan uzoq bo'lishlari kerak, o'zini musulmonman degan kimsalar va asosiysi ongli insonlar bunaqalardan uzoqroqda bo'lish kerak. Va bunaqa fitnalarga ishonish kerak emas. Shulardan biri Qurbon hayiti yaqinlashganda, ya'ni Zulhijjaning avvalgi 10 kunligida o'sha qurbonlikni niyat qilgan odam ham, niyat qilmagan odam ham soch tirnog'ini olmasligi kerak. Bu shart yoki olish harom degan gaplar tarqala boshladi. Bunday emas. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bemalol olish mumkin. Olgan odam hech qachon gunohkor bo'lmaydi. Men endi o'shanga nimadir keltirmoqchi bo'lganlarni gapirib o'tirmayman-da, men asosiysini aytaman. Ulamolarimiz mana shu narsaga ittifoq qilishgan. Bemalol mumkin bu narsaga va bunga o'sha bir rivoyatni dalil qilib keltirishadi. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi, aytadilarki, bizlar Madinalik joyda turgan paytimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha qurbonlikka atalgan hayvonlarga belgilar bog'lab chiqardik va buni Makkaga yuborardik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlar bilan qolardilar ihromsiz holatda, ya'ni hajga ihrom bog'lamagan holatda Madinada bo'lardilar va o'sha ihromli bo'lgan odamlarni man qilingan narsalarni bemalol qilardilar. Ya'ni soch soqollarini, tirnoqlarini bemalol olardilar deb aytilgan rivoyat. Va mana shu rivoyat o'zi dalil. Ulamolar ham shunga ittifoq qilishgan. O'shaning uchun bunaqa fitnalar bilan tirikchilik qilishni bas qilish kerak, yo'qotish kerak, bunaqa gaplarga ishonish kerak emas. Bemalol bu narsa mumkin. Endi men asosan shu narsani xohladimki, o'sha qurbonlik yaqinlashgan sari, hayit yaqinlashgan sari o'sha ayniqsa bu bir boshqa hayitdan farqli ravishda bir ortiqcha amali bor. Ya'ni qurbonlik qilish kerak bo'lgan hayit bu. Demak, o'sha qurbonlikka oid masalalar bo'ladi. Hatto men o'zim uchun ham bir yangilik bo'lgan ba'zi masalalar bor. Bilib o'rganish davomida bu narsani o'zim uchun angladim va bu narsani sizlar uchun ham yetkazmoqchi bo'ldim. Shuning uchun ba'zi bir masalalar, ya'ni qurbonlikka oid masalalarni gaplashsak, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi inshaalloh. Qurbonlikning shartlari qanday? Qurbonlik, siz qurbonlik qiladigan hayvon aybdan xoli bo'lishi kerak, salomat bo'lishi kerak, ya'ni nuqsonlar bo'lmasligi kerak. Yoshiga to'lgan bo'lishi kerak va oriq ozg'in bo'lishi kerak emas. Ya'ni oyoqda zo'rg'a turadigan hayvon bo'lishi kerak emas. Demak, tuya so'ymoqchi bo'lganlar, qurbonlik qilmoqchi bo'lganlar, demak tuyalari 5 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Sigir, buqa so'ymoqchi bo'lganlar esa ularning yoshi 2 ga kirgan bo'lishi kerak, 2 ga to'lgan bo'lishi kerak va qo'y bilan echki 1 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Echkiniki 1 yoshga to'lishi shart.
Lekin qo'yni aytishadi ulamolarimiz, agar 6 oyligida ham ko'rinishidan bir qo'yga o'xshagan, yonidagi o'sha qo'ylarni oldiga qo'ysa, katta qo'ylarni oldiga qo'ysa, bir katta bo'lib qolgan jussa shunday bo'ladigan bo'lsa, buni demak 6 oylikda ham 6 oylikdan o'tgan bo'lsa, demak qurbonlik qilsa bo'ladi. Ulamolarimiz aytadigan, kitoblarimizda aytiladigan gaplar mana shunday. Endi shunday holatlar bo'lib qoladiki, siz o'zi bir yilda bir marta bo'ladigan narsa bu qurbonlik, lekin baribir qanaqadir bir sabablar chiqib qoladi. Bunday bo'lib qolsa-chi, bu hayvon bunday holatda bo'lib qolyapti, qanday bo'ladi desa, shariatimiz ana shu savollarga ham javob topib qo'ygan. Shu holatda qanday, nima qiladi o'sha qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam? Masalan, birinchi narsani bilib olishimiz kerak, qurbonlikda niyat bo'lishi kerak. Ya'ni maqsadi qurbonlik qilish bo'lsin. Masalan, bir inson bitta qo'yni olib qurbonlik qiladi. Masalan, 2 kishi bo'lib sherik bo'lib qila olmaydi. Lekin masalan, sigir so'ymoqchi bo'lganlar bo'lsa, uni 7 kishigacha birgalikda bo'lib qilishadi. Ana shunda maqsad unga go'sht kerak bo'lganligi uchun, uyda go'sht qolmagan ekan, qurbonlikkacha iplab tursak, keyin go'sht bo'lib qoladi deb maqsadi go'sht uchun bo'ladigan bo'lsa bo'lmaydi. Ya'ni niyat qurbonlik qilaman, Alloh taolo uchun qurbonlik qilaman degan niyat bo'lsin. Ya'ni qon oqizish bo'lsin. Shart shu, qon oqizish. Masalan, ba'zi odamlar borda, qurbonlikni olib qo'yadi, qo'yi bor masalan, oladida, deylik bir maktablarga, madrasalarga, o'quv dargohlarigami yoki boshqa qiynalganlargami tashab keladida, shu qurbonligim o'tdi meni deb o'ylaydi. Yo'q, u agar o'sha qurbonlikni ular so'yishadigan bo'lsa, qurbonlik o'tadi. Lekin agar ular olib turib sotib yuborsa uni puliga boshqa narsaga ishlatishadigan bo'lsa, u qurbonlik bo'lmaydi. Demak, qon oqizish kerak bo'ladi. Va o'sha maqsad qurbonlik qilish, Alloh uchun qurbat bu degan ma'noda o'sha qurbonlikni qilish kerak, buyurilgan bir amal bu. Demak, niyat qurbonlik bo'lsin. Lekin masalan aytsaki, 7 kishi bo'lib oladi sigir so'yganda, men deylik masalan $1000 sigir bo'ladigan bo'lsa, u $700 sigir bo'lsin, $100 hammasi bo'lib olishadigan bo'ldi. Bittasi aytsaki, "Yo, menga $50 go'sht kerak bo'ladi, $50 olaman, qolganini bo'lib olinglar" desa, bu qurbonlik bo'lmaydi haligi odamniki. O'shaning uchun demak bu yerda shunday shart bo'lishi kerakki, o'sha 7 kishi bo'lib olsin. Lekin aksi bo'lishi mumkin, teskarisi. Masalan, bir inson o'zi ham sotib olib so'yishi mumkin. Bittani 7 kishigacha bo'lish shart emas, bitta boqani olib, sigirni olib o'zi so'yishi ham mumkin. Yoki bo'lmasam sherik topdi unga. Ikkita qurbonlik qiladigan sherik topdi-da, yana 4 ta, 6 ta odam, yana 5 ta odam bo'lish kerak-ku. O'sha 5 ta odamni o'zim qilaman dedi. Ya'ni 5 tasini men o'zim to'layman, ya'ni o'zim qurbonlikka atadim shuni. Ikkitasiga sherik qilib, demak o'sha $700 sigir bo'ladigan bo'lsa, $200 ni oladi, $500 o'zi to'laydi. Ana shunday qurbonlik qilishi mumkin bo'ladi bu holatda.